Hadi. Assalomu alaykum jamoat. Birinchi blokni bizdan olib ketganlar. Buyursa uyi bitoyin deb qoldir. O'zidan ham kommentar olaylik. Qanday bo'ldi, qanday yo'q, qayerga minusi bor, plusi bor, shularni bir sira so'raylik. Mana ham o'zingiz bir sira aytib bering. Qanday bo'ldi, qanday yo'q. Juda ham yaxshi. Men o'ylagandan ham yaxshi bo'ldi. Proshnisi yaxshi. Samolyot ushlaydi. Oddiy ichkariga kirib samolyot oyna qotirgan joylarni ham ko'ramiz. Oldin yumshoqroq edi. Men o'zim ham gumon qilgandim. Bu yumshoqroq bo'lsa kerak deb. Hozir yanada qotgan bu. Yanada o'zini mustahkam bo'lib, xuddi betonday bo'lib qolgan. Hozir ichkariga kirganda endi ko'ramiz buni. Sifatlari juda yaxshi. Nimasi ham, formasi ham bir xil. 20 ga standart, 30-60 ga. Juda ham yaxshi. Olsangizlar kam bo'lmaysizlar. Mana men xudo xolasa shu kishidan oldim. 1200 ta, mana shu 7 ta. Blok o'yinimiz qanday bo'ldi oxiri? Juda ham yaxshi, xudoga shukr. Juda ham yaxshi. Samolyot qatirgan joylarini ko'raylik. Mana oynani hozir o'sha samolyotga tortilgan. Juda ham mustahkam. Mana. 3 ta yer, 2 ta yeridan samolyot tortgan. Tepasiga samolyot tortgan, tagiga samolyot tortgan. Samolyot oldidagi nima? Lenta. Boshqa xonalarni lentaga tortgan. Hozir o'sha lentaga tortgan joylarni ham sizga ko'rsatamiz. Juda ham proshniy, juda ham zo'r ishlagan. Kelganda sal yumshoqroq edi, to'g'ri. Birinchi chiqqanda sal yumshoqroq bo'ladi. Keyin hozir mana misoldan birinchi urgan mana qo'lingizni qolardi, hozir qolmaydi bu. Bu bir salatdan ko'rganda doim qishib qolib ketaveradi o'zini. Juda borgan sari yana qotyapti bu. Proshniy juda yaxshi. Mana bu yerga hozir mana lentalar qo'yilgan, mana lenta qo'ygan, juda ham mustahkam. Buni juda ham qattiq ushlagan bu. Bu boshqa nimalarga qilganda birinchi marta bu kishi bilan gaplashib, so'zlashib, Alloh taolo mukjizat berishini uchratdi. Juda ham yaxshi. Sifati juda zo'r. To'g'riligi, hamma narsasidan javob. Bir kam ko'si yo'q. Mana aynak qanday qatira olganingiz buni ayting. Bu aynak ushlaysizmi, yo'qmi deganlarga mana hozir bularga shunaqangi video qilish maqsadimiz shu oynani qanday ushlashi juda ham mustahkam ushladi. Yana mustahkam bo'lish uchun men buni lentaga tortdim. Lentaga torttirdim buni shunday qilib. Chunki bu rastorda qoladi, u yanada mustahkam bo'ladi. Buni mana yoqdan ursa ham bo'ladi. Bu yoqdan ham ursa ham bo'ladi. Bu yoqdan urganini hozir ko'rsatdik. Men aytdim, yana bu yoqdan urdim, bu yerdan ham urgandim, aytdim, bu yerdan urgandim. Bu o'zi texnologiya bo'yicha lentaga urilishi kerak-da. Lentaga urilsa proshniy bo'ladi. Bu yoqdan ursa ham ishlayveradi. Endi mana bitta konsultatsiyaga sovetim, beshik rom qo'yadiganlarga обязательно lenta qo'yish kerak. Nimagaki? Bu olisdan ushlaydi. Bu yerda bizda endi gornida, yer qimida boshqa bo'ladi. Endi o'zidan urgandan bu yoqda urgan mustahkam bo'ladi. Kecha hozir bu yer osonda endi haligi oyna qo'yishlarga, bu yerda urilib ketdi, men yo'q, buni lenta qo'ydim. Boshqa yerlarda ham shu lenta qo'yiladi. Juda ham yaxshi. To'g'riligi, nun hammasi. Endi to'g'ri urishi ustiga ham bog'liq.